Qorin old devordagi churralarni vaqtida operatsiya qilinmasa, bu holat o'sha churrani siqilib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Agarda churra siqilib qolsa, bunda shoshilinch operatsiyaga ushbu bemorlar muhtoj bo'lishi mumkin. Hamda qorin old devori churralari siqilib qolgan paytda atrofida suyuqlik yig'ilishi, bundan tashqari hosilani nekrozga uchrashi kuzatilishi mumkin. Agarda churra hosilasi ichakdan iborat bo'ladigan bo'lsa, o'sha ichak nekrozga uchrab qolishi mumkin. Agar ichak nekrozga uchragan bo'lsa, qisman ichak olib tashlanadi va ba'zi bir og'ir holatlarda stoma qo'yishga ham majbur bo'lishimiz mumkin. Sizda churra siqilib qolishidan oldin mutaxassisga uchrashishni tavsiya qilaman. Men Pirmatov Sherzod Sharipovich 17 yillik ish tajribaga egaman. Oliy toifali jarroh, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori. Agarda sizda ushbu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Qorin old devordagi asoratlanmagan churralarni hech qanaqangi kesmalarsiz laparoskopik usulda bartaraf qilishimiz mumkin.